Lexus ES 300 menimcha yengisi bitta mana shu O'zbekiston bo'yicha. Qarang. Ablisovkalarda ham mana bunaqa o'zgarishlar o'tdi. Lexus yozuvlari, ya'ni logolari ko'pib ketdi. Bu maksimum eng fulli. Bundan fulli menimcha bo'lmasa kerak. Mana qarang. Orqada daji boshqaradigan panellargacha bor, ko'rasizmi? Shtorkalargacha bor. Eng premium Mark Levins akustika sistema. Lyuk ochiladi. Shtorkalari avtomatik mana. Atamankalargacha bor sizlarda. Absolutni yangi mana qarang. Parokka kirib olmaslik uchun mana shu zavodskiy narsalargacha paket turibdi. Head-up display, xullas, bundan fulini men ko'rmaganman. Juda ko'p funksiyalar qo'shilgan. Hamda oyoqlarda ochiladi, yopiladi. Avtosalonlarda men bironta joyda ko'rmadim. ES 300 ni gibridini yangisini. Bitta mana shu. Haqiqiy yaponka, haqiqiy Yaponiyadan keyin Yapon uchun chiqarilgan eng fuli. Srochniga 79500 ga bosib olsangiz bo'ladi. Absolutni 2025-yil apparat.